Xohlasa Farg'onadan kelgan akalarimiz ishlarini bitirdik. Bugun 25-dekabr. Ikkita furgon bitdi, bir xilda. Hop. Cho'tka qilib, hamma ishlari bitdi. Bunisi ham xuddi shu. Akalarimiz. Ha, Hasan bo'ldi. Cho'tki bo'ldi, xudo xohlasa, hamma ishlari bo'ldi. Ko'rib turganinglardek. Hamma ishlarni bitirib, chiroyli qilib kimga xizmatlarimiz kerak bo'ladigan bo'lsa murojaat qilinglar. Ichki tomoni anaqa nержавейкаdan bo'ldi. Uголовlar qo'yib berganmiz poliga. Farg'onadan kelgan akalarimiz ishlarni bitirdik. Xudo xohlasa mana ketishlari. Chiroyli qilib. Gabarit chiroqlar ham bor tepada. Bunisi ham işte eski qilib ishlarni bitirganmiz. Xudo xohlasa. Ashiraga yaxshi boring.